Bugun sizlar bilan Xiva ijoni tarixi va uning nishab tayyorlanishi haqida gaplashamiz. 20-asr boshlarida Xivaxonim Muhammad Rahimxon II oshqozon yarasi kasalligi bilan og'rib qoladi va saroy tabiblarini xon dardini davo bo'luvchi malham tayyorlash vazifasi topshiriladi. Tabiblardan tashqari dunyoni turli mamlakatlaridan tashrif buyurgan oshpazlar ham xon iste'mol qilishi mumkin bo'lgan taomlarni tayyorlashga girishib ketadilar. Tabiblar orasida millati polyak bo'lgan bir yigit xon uchun maxsus toza so'yilgan qo'y go'shtidan 2 soat to'xtovsiz chopqida chopilgan xom go'sht akkaladi. Saroy ayollari bu voqeaga hayrat va g'azab bilan qaraydilar. Sababi shu vaqtgacha Xiva hududida hech kim xom go'sht iste'mol qilib ko'rmagan edi. Shuning bo'lishini qaramin yigit xonni taomni dotib ko'rishini ko'ndiradi. Xom go'shtni dotib ko'rgan Muhammad Rahimxon II tabiba yuzlanib taomni nomini qiziqadi. 20-asr oxirlarida etga jon deb nomlangan taom hozirgi kuniga kelib itjon nomini olgan. Xorazmning yana qaysi milliy taomlari haqida ma'lumot berishimizni xohlaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiring.